Assalomu alaykum obunachilar. Ko'pchilik bir 5 ta 10 ta bir xil qo'yib baqaman telefon qilishyapti. Xillab 9 ta qo'yib qo'ydim Nozir aka. Bir partiya. Qo'ylarni ko'rsatimdi. Xo'p, hurmatli obunachilar, Sharifjon ukamizdan yana Qirg'iziston Bishkek qo'chqorlaridan, udorlaridan ketdi. Akalar bir pachka 10 dona mana. 9 tami? 9 dona ekan aka-ukalar mana hammasi o'zi tulashni boshladi dumbalar, haqiqiy dumba zo'ridan ekan. Aka-ukalar mana. Haqiqiy mo' qaranglar. Urug'boq o'zi qo'ylar. Taniq ekan, hammasi xudo xolasa. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari, akalar bugun syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan olyapmiz. Shu arzonchi, optimal arzon sotadigan qishloqdan. Yangi kelgan aka-ukalarimizni, hoji bolamizga eslatma, biz kanalga obuna bo'lib, obuna bo'lmagan bo'lsalaring aka-ukalar obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa bizdan arzonroq olasizlar. Sababi aka-ukalar biz pulga olmaymiz. Mo'kam 9 ta qo'y chiqargan bo'lsa, bitta bloger 1.500.000 so'mga beradi. Buni ichiga qo'shishga majbur bo'lib qoladi u bloger pulni biznikiga qo'sha olmaydi akalar. O'sha sizlar cho'ntaklaringga qoladi, yonga qoladi aka-ukalar. Biz bepulga olganimiz sababi o'tib beradi. Ukamiz xudo xolasa biz kanalga obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab tursalar, zotga turidan boshqa boqish yo'nalishga ham hammasidan chiqaramiz, xudo xolasa. Xo'p, Sharifjon, bular yeb ichishlari yaxshimi? Sog'lig'i hamma yeri joyida. Yedirib ichirib pulni sanashaveradi. Olishaveradi. Bemalol. Xudo xolasa mana shu qo'ylarni yaxshi niyatda olishsin, 150 kilodan o'tkazadi, xudo xolasa. Xudo xolasa aka-ukalar mana qo'ylar ko'rsatamiz. Xudo xolasa 170-180 kilo bo'ladigan variantlardan, metrajnoy bo'ladigan variantlardan aka-ukalar. Kami 95 sm bo'ladi. Kamida. Xudo xolasa Aka-ukalar, xudo xolasa inshaalloh. Mana ko'kalar haqiqiy ayri dumbalardan, umuman osilmaydigan dumbalardan ekan. Aka-ukalar, etlari ham o'ta baland, yem yeb turgan variantidan ekan. O'zi tulashni boshlabdi. 65 kilolik aka. Mana aka-ukalar yuzlari ham o'ta chiroyli, quloq boshlari ham o'ta uzun ekan. Aka-ukalar mana. Bu Sharifjon hammasi qo'zimi buni? Hammasi qo'zim. Necha oylik bular endi? 12 oy, 13 oy, 6 tish yoshga kelib qolgan. 6 tish yoshga kelib qoldi. Aka-ukalar haqiqiy bundan bu yog'i ketaveradi. Qo'ylarimiz mana hammasi qo'zim mana. Yuzini qaranglar, aka-ukalar, oq yuz ekan. Mana. Hammasi urug'boq o'zi, Nozir aka. Haqiqiy tavsiya qiladigan variantlardan ekan, aka-ukalar. Qo'yni qaranglar. Etlari ham o'ta baland. Haqiqiy yorma dumbalaridan. Uzunligini. Badani ham semiz mana shu qo'ylar. Ishqibozlari bo'lsa, aka-ukalar turgan puldan foyda yo'q. Mana bundan tashab qo'yinglar, xudo xolasa har bittasidan million foyda qiladigan variantida. Mana uzoqroqdan ham ko'rsataylik. Qo'ylar o'ta baquvvat, ko'z bilan kelib ko'rib savdo qilaman degan aka-ukalarga ham bemalol lokatsiyalar tashab beriladi. Qo'yni ko'z bilan ko'rsangiz, bundan ham yoqib qoladi. Videodan ko'ra aka-ukalar. Mana qo'ylarimiz qaranglar, o'zi tulashga kelibdi. Mana yuzlari ham, quloq boshlari ham o'ta uzun ekan, keng quloqdan, quloq joylashuvlari ham o'ta joyda. Garbonuslar ham joyida ekan aka-ukalar mana qo'ylarimiz. Xudo xolasa. Sharifjon, bularni endi bir qisqa qilaylik-da. Hammasi bir yerga kelsa necha puldan ketaveradi? Hop, Nozir aka buni bo'ladagani. Sharifjon, hammasini olishaman desa. 5 million emas. 4 million 800 ming so'mdan 4 million 800 ming so'mdan. ketaveradi. Nozir aka. Aka-ukalar. Bir joyga olsa. Mana. Qo'ylar qaranglar. Nozir aka. Puliga haqiqiy arziydigan qo'ylar ekan. Aka-ukalar mana. Bitta ikkita olishaman desa ham ketaveradi. O'zi bir qo'ra ekan. O'zi xillanganda Nozir aka pasti yo'q qo'ydi. Buni ichiga past qo'y tiqilmagan. 9 ta zo'r. Haqiqiy mana xudo xolasa aka-ukalar bir junni olib shunda qurbonlikka boqvoraman degan aka-ukalarga ham ichida urug'likka ham bor ekan qo'ylar. Ajratib olishaveradi bemalol. 80 ligi yo'q ichida, aka 80 bo'lsa qolaveradi. Mana aka-ukalar. Hop, bitta ikkita ham ketaveradi ichidan Sharifjon. Tanlasa aka, tanlab kelishaveramiz aka, 100 ming 200 ming aqa baqa.
Bo'ldi. Tanlab Aka olish ukalar hammani olish shart emas. Bitta, ikkita desalar ham bemalol yetkazib berishaveradi. Dastlabkilar bor-a? Dastlabkasi bor. Mana shu qo'yishni olishsin Toshkentga da aytgan narximda. Samarqandga da kelishamiz. Undan uyog'i Vahoga kelishilgan holda dastlabki qilib berilaveradi. Aka ukalar mana qaranglar. Uju tushlariga da tula bo'pti, bo'yinlar, fonni dum orqa boshlari ham mana fonni tula bo'pti. Aka ukalar haqiqiy mashinalar ketadigan variantidan kamida metrajnoy bo'ladi. Qo'yda 8 tomondan ajratib olsalar ham bo'ladi aka ukalar. Dumbalari tulagan, bo'ynidan tulashni boshlagan qo'y, u ancha-muncha past qo'y bo'lmaydi ular. Zoti yaxshi qo'y bo'ladi. Aka ukalar, mana qaranglar. Uzoqdan ko'rsataylik. Haqiqiy qo'ylarimizning ranglari ham shakkadan beradi. Qizil qo'ydi qaranglar. tula bo'lgan. Maza qilasizlar, xudo xolasa. Hali qo'zi. Mana tushi ham o'ta keng qo'y ekan. Haqiqiy oyoq qo'llari ham baquvvat. Mana hammasini oyoq qo'llari ham baquvvat ekan. Xudo xolasa qiziqqanlar bo'lsa, aka ukalar bemalol telefon qilsalaring, ishlaring xudo xolasa bitadi. Mana. Haqiqiy taniq variantidan ekan. Sharifjon, lakasa tashlab beraverasiz, kelib bir ko'z bilan ko'rib. Ko'z bilan ko'rishsa yana ham ish bo'lib qolishadi aka. Buni xillab hech kim qo'ymaydi, ishiga past. Haqiqiy tavsiya qiladigan variantidan ekan. Aka ukalar, hoji buvalar haqiqiy tavsiya qiladigan variantidan. Qurvonlikka da vaqt borsalar, xudo xolasa bir qur junnab tashlalang, simjum bo'lib, o'ta toza bo'lib chiqadi qo'ylarimiz. O'z 9 dona ekan, mana bu yerda bir mashinaga o'xshab turibdi, bir katta mashinada turganga o'xshab turibdi qo'ylar. Aka ukalar. Xo'p, Sharifjon, ozmos hammani olsa, bir ozmos bormi? Bor-a? Lavuz-lavuz-a, telefon qilishovsa. Uyga borib, yedirib, ichirib pulni sanashaveradi. Bo'ldi. Qo'y yaxsa pul sanashaveradi. Mana, aka ukalar bemalol, hech qanaqa hijolatchilik yerda yo'q. Yedirib, ichirib, ko'rib, yurishlarini ko'rib, hamma tomonini ko'rib, mana shu tomonga ham bitta yursinchi, ko'raylikchi. Bir yurish turishlarni ham ko'raylikchi qo'ylarimizni, aka ukalar, mana yurgizamiz. Mana. Haqiqiy orqa boshlarini ham ko'rib turibsizlar aka ukalar. Etlari ham baland qo'yiladi. Haqiqiy shu izlayib turgan obunachilarimizga zo'r variantidan bo'ldi mana. Haqiqiy mana. Qo'ylarimiz xudo xolasa zo'r, sog'lom. Hammasi qo'chqora, bu kichmasi yo'q ichida. Axtasi bo'lsa o'zimizga. Mana. Aka ukalar, telefon qilinglar, xudo xolasa ishlaring bitadi. Aka ukalar, haqiqiy qo'y boqaman degan aka ukalarga mana bunaqalaridan xudo xolasa zo'r variantidan. Qolgan ma'lumotlarda aka ukalar Sharifjonning o'zidan nomerlarni qoldiramiz ekranlarda. Bemalol telefon qilishib, qolgan ma'lumotlarni lakasa ko'z bilan ko'raman desalar tashlab berishadi. Bemalol ko'raverasizlar. Bitta desalar ham, ikkita desalar ham, nechta desalar ham dastlabkilar bepul yetkazib beradi. O'zbekiston bo'ylab. Aka ukalar, hop. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalaring chorvalaringga Alloh baraka bersin. Bizni dal kuzatib boringlar.